Halima Ibragimovaning eri uylandimi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Yaqinda komik aktrisa Halima Ibragimova 45 yoshda vafot etgan edi. Halima Ibragimovaning vafotidan so'ng mana hozirgi kunda tarqalgan mish-mishlarga ko'ra Halima Ibragimovaning turmush o'rtog'i uylandi va uning opa-singillari ularni uydan haydab yubordi degan mish-mishlar ko'paydi. Bu mish-mishlarga oydinlik kiritish maqsadida Halima Ibragimovaning 3 opa-singlisi, turmush o'rtog'i va farzandlari bilan suhbatlashildi. Unga ko'ra, Halima Ibragimovaning opa-singillari shunday deydi: Halimaning do'sti yo'q ekan. Bunga bizni iymonimiz komil bo'ldi. Barchaning maqsadi mansab va boshqa narsalar. Uning do'stlarini 10 ta barmog'imiz bo'lsa, shu barmoqlarimizchalik emas, hatto. Barchani o'y-fikrlari Halimadan qolgan boylik, undan qolgan mashina, uning pullari, uning uylari va pullari bo'ldi. Sizlar Halimaning hamma narsalarini talon-taroj qildingiz, turmush o'rtog'ini esa haydab yubordingiz deyishdi. Aslida esa hech ham bunday bo'lgani yo'q. Turmush o'rtog'ining uylanishiga biz qarshi ham emasmiz, lekin vaqt soati bilan balki uylanar, balki uylanmas, lekin biz uchun juda og'ir bo'ldi. Halima bizni yuragimizda yashaydi. Biz har kuni uni eslaymiz, uni xotirlaymiz. Balki oilamizdan, o'z yumushlarimizdan ortib borolmasmiz, lekin uning turmush o'rtog'i va farzandlari har juma kuni uni qabriga borib Qur'on tilovat qilib, uni eslab yod olishadi. Biz uchun juda og'ir bo'ldi. Ota-onamizdan so'ng 3-farzand bo'lishiga qaramasdan, oilamizning tog'i qo'rg'oni edi. Har bir to'y marakalarda barchasida bizning boshimiz bo'lib turardi. Biz boshsiz qolgan insonga o'xshaymiz. Ich-ichimizdan kuyishimizga qaramasdan qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Biz uchun hattoki o'lgan emas, ichimizda yuribdi, deydi Halima Ibragimovaning opasi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.